Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Zornas 21. Do'stlar, bugun biz 100 pils ko'ramiz, World'da o'ynaymiz. Keling bu World'ni qiziq taraflarini ko'rib chiqsam. Bu World'da biz golemlarni yasashimiz va ularni tuxumdan yasaymiz. Ularni o'zimizga o'rgatishimiz, xuddi kuchuk yoki tulkirak o'zimizga o'rgatib olishimiz mumkin. Qani do'stlar, unda boshladik. Xo'sh, bu kim? Nima ekan bu? Zo'r. Anchagina narsa berdi menga. Bularni olamiz do'stlar. Xo'sh, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Tezroq biz 1000 ta bo'lishimiz kerak. Golem qilishmi? Atakasi berilmagan ekan. Mayli, golem qilishni olaman. Buni sinab ham ko'raman, ko'chaga chiqsam. Xo'sh, bu o'rinni sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu juda ham zo'r. Albatta o'ynab ko'ring. Xo'sh. Endi pastga tushib olishim kerak. Chota berdi, suv yo'qmi pastga? Yo, xato fikr. O'sha o'rinni saqlash kerak ekan. Qani bir pastga tushib ko'raylikchi. Xo'sh. Yo. Va yes. Bunaqa sardiman bilmaydi. Mayli. Qani davom etamiz, tezroq golemlarni yasashimiz va bu yerdagi barcha golemlarni ochishimiz kerak. Yanada chiqqan qalamni pastga, ya'ni zindonda barcha golemlar qamalgan. Hammasini tuxumini yasagan paytim har biri o'sha yerdan ham ochib chiqadi. Xullas shunday. Shuning uchun davom etamiz do'stlar. Golemlarni yasashda to'g'rirog'i boshlaymiz. Birinchi o'rinda menga qishloqcha nima bu? Voy, nima bu desa? Tirik golemmi? Yo! Vahshi zo'r. Dahshatda qilingan ekan. Golemni iti. Vo, zo'r lekin gap yo'q. Qishlog'i ham bor ekan. Dahshat. Men ana ko'z yoshday suv oqib turgan ko'ziga bitta chiqib ko'rmoqchiman. Balki bir nima bordir. Bekorga unday qilinmagan. Ye. Bu nima? Bu nima endi? Qo'shing. Ye. Bu nimasi? Nima bu yerdagi barcha golemni o'ldirganmi? Hammaydi. Qani qishloqlarda nimalar bor ekan? Bu qishloqqa menimcha normal narsa yo'q. Xo'sh, endi nima qilsak do'stlar? Birinchi o'rinda ozgina yog'och olamiz. Ozgina. Qishloqlardan olish kerak bu narsani har doimgidek. Xo'sh. Shu golem qilish bilan birga golem bortani ham bersa zo'r beraydi. Hamayli. Xo'sh. Do'stlar, to'g'risini aytsam, anchadan beri video chiqmayapti. Buni o'zlaringiz ham bilasizlar. Bunga sabab sizlar juda kam obuna bo'lyapsiz. Iltimos, ko'proq obuna bo'linglar. Shu people bo'lgandan keyin bosaveringlar-da. Xuloslar ustiga o'tirib olinglar. Obuna ustiga keyin u bosiladi. Xo'sh. Yaqinroqdan yanada katta ko'rinar ekan. Xo'sh, mayli. Zombilardan chetroqqa o'tirish ma'qul. Xo'sh, qanday qilsak? Bachara ham mumkin. Yo, asab, menga golem qilish bo'lib ketgancha. Sinab ko'rish uchun yaxshi imkoniyat. To'g'ri, golem qilish unchalik ham kuchli emas ekan. Kirka yasaymiz, bo'ladi. Hozircha yog'ochdan yasagan birinchi buyumimiz shu. Xo'sh. Qani tezroq. Xo'sh do'stlar, buni ko'ziga chiqqandan keyin qiziq nima bor ekan? Agar hech nima bo'lmasa, yomon achchig'im kelardi. Mayli.
Balki bordir, balki yo'qdir, lekin chiqib berish kerak. Xo'sh, bu menga kerak emas. Qani bo'lib qol, xo'sh. Xo'sh, qilich? Qilich? Ha, to'g'ri. Men adashimman, faqat qilichga yetdimi deylaman. Xo'sh, buni va mana buni yasaymiz. Xo'sh, hozircha eng kerak narsa menga lapatka, chunki bundan loy qozib, mana uni ko'ziga chiqaramiz. Shunday bir stag olmoq bo'lsa, zo'r bo'ladi. Va men keyin birinchi yasaydigan golem ametist golem bo'ladi. To'g'ri, ametist bu hazil emas, ametistdan ham golem yasab o'zimizga o'rgatib boramiz. U uchun birinchi qiladigan ishimiz ametist g'ori bor, uni topishimiz kerak. U ko'p uzoq emas, adashmasam shu qishloq taraflarda edi. Ametist g'ori. Agar uni topsam yaxshi bo'ladi. Qani menda nechta loy? 63 ta loy. Yetadimi? Yetib qolsa kerak. Aytgancha suv o'zi bilan chiqsa bo'ladi-ku. Voy, turak. Tamaydi, kerak bo'lib qoladi loyam. Qani tezroq tepga chiqaylik, bir nima bo'lsa olaylik. O'tgan safar men chiqmoqchi bo'lgandim, lekin loy yetmay qoldi va tepga chiqa olmadim. Umid qilamanki bir narsa bor. Yo'q, uylaganimda. Точно. Yo'q. 8 ta olmos qilich. Zo'rki. Lekin men nimaga tosh qilich yasam endi? Ikkinchi ko'zida esa hech nima yo'q ekan. Tun bo'lyaptimi? Demak, uxlash kerak. Biz qalamizdan ancha uzoqqa ketib qoldik. Qani. Voy. A few moments later. Hammaydi, zarar yo'q. Bo'lib turadi. Do'stlar, bu yerda o'z birinchi qiladigan ishimiz ametist golem yasash edi, lekin biz uni birinchi turnirni o'tkazdik. Bu degani uxlash kerak. Kun o'tdi, lekin tun o'tgani yo'q. Uxlash kerak. O'rlanma qildi, ber. Mana shu yerda bitta ko'rpacha bo'lish kerak. Ko'rman joyim bu. Shunchalik katta qishloq, lekin bironta qo'riqchi golem yo'q, qiziq. Böyle turdik. Xo'sh, endi menga ozgina narsa kerak. Nima edi? Xo'sh, mana bular kerak menga, ozgina. Albatta golemni biz shu bilan yasaymiz. Eng qizig'idan o'l temir topishga ulgurganim yo'q. Hozircha shu ham bo'laveradi. Böyle 25 ta endi biza ametist g'orini topishimiz kerak. Ametist g'or adashmayotgan bo'lsam, mana u tarafda. Agar adashmasam. Golemni bu tarafda edimi eslolmayman. Bu datapakni o'ynamaganman ham do'stlar. 1 yildan oshdi do'stlar. To'g'ri 1 yil oldin bu datapakni o'ynaganman. Hatto adashmasam video ham chiqarganman. Avvalgi YouTube kanalimda, hozir avvalgi YouTube kanalim o'chib ketgan, unda obunachi kam edi do'stlar. Mabodo qiziqayotgan bo'lsangiz, o'tini ham aytaman. O'ti yo'q, bir aytib o'tirmay do'stlar. Baribir qizig'i yo'q u eski kanalda. Uni nimaga o'chib ketdi desangiz do'stlar, просто normallik turgan kanalim afsuski telefonga format berish orqali o'chirib yubordi. Hamayli. Bo'lib turadi.
adashmasam ametist shu yerda edi. O'zi shunday topsam vobshe zo'r bo'lardi, chunki 1 yil oldin o'ynagandim. 1 yilki narsani istab qolish bu oson emas. Tem bo'lib minglab zonalarning ichidan aynan shuni. Ametist qaysi tarafda edi? Va keldik do'stlar. Deyarli keldik. Aniq esimda ana shu edi. Aniq. O bilaman-da, men bilaman. Xo'sh. Endi biz ametist g'orga kirib, ametistlarni kavlaymiz. Shuncha joydan kelganga ametist olib ketish kerak. Bizga juda ham ko'p ametist kerak. Bu g'or anchagina katta. Bizga yetarlicha ametist beradi. Bo'ladimi bu? Yo. Qani xo'sh. Kirka. Ozgina o'zim bilan qilamiz va qani ketdi. Barcha ametistlarni kavlab olish kerak. Do'stlar kelgan joyimizdan davom etamiz. Qarang, men ichkilik golem topib oldim. Negadir u qimlashni xohlamayapti. Xo'sh, golem tayyorlash uchun bizda hamma narsalar bor. Faqatgina bitta narsa yo'q. U ham bo'lsa o'ta qimmatbaho narsa ekan. Uni topib bilamanmi yo'qmi bilmadim. Topdim. Verstak qo'ymaman-ku. Xo'sh, bizga kerak endi bitta qaychi. Xo'sh, bizga ko'p kerak-da, короче. Ana bularni. Xullas shunday qilar ekanmiz. Va eng muhimi bunday narsalarni o'tiramiz. Va qaytib olamiz.